Jalgasini men o'zim aytib beraman. Demak, mana shu jumg'oza qismida qolish, og'irlik sezadi, jalgasi. Qo'lida ekoni ham pastga o'tib beradi. Mana tekis turadi. Bitta baraqa chiqib oling-da, uni barmoqni uchlari ham tursin. Ikki tomonni bir-biriga tekkizing. Ana men hech qayerga tekkanman yo'q ana. Qarang. Nimani kameradan keldi. Mana bundan ko'ra sal chaltaroq keladi. Chunki buni eslatib yurgan. Qarang. Paketda 4 boshli mushkul bor. Og'ri bormi yo'qmi? Yo'q. Bu yerda-chi? Bu yerda bormi? Bu yerda ham yo'q. Хорошо. Lekin konsistensiyasini ko'rsak, bu yerda jicha qattiqlik bor. Bular yaxshi. Patlatlar yaxshi, miniklar joyida. Endi meni o'zimni hisobimda yana jicha chiqindi, anaqa yaxshi tekis yotmay qolgan. To'g'ri. Ozgina anaqa bor. Nima deydi? Negastatik. Jicha pastga qo'ygan joyini hozir chiroyli tekizlaymiz. Testlardan bu kishi o'tayotganda kamchiliklar yetib keldi, qon bilan ta'minotlargana sekin Bismillahirrohmanirrohim. Oldin bo'ldi mana ancha ko'tarib qo'yaman, sekin pasaytiradi. Aql bo'lib ketadi. Ha, beyman. Hop. Akhirda bir şey boş koy. Çattarafı gitmeye projene olurken, ben projelerine hal çok güzel. Kitapımız bana, görüyorsunuz. Bizim klientimiz birinci metrikti. Motorunu gitti, şomada gece olurken, paşatıp geldi. Boğuldu bana. Endi bana o bir kısımda. Bir kısımda özüce bilasizlar, 5 ta pazarlar var. Yani Krestiyet, yani Dumga'da şu yerdi. Oralı, güzel çırağı. Hiç nerede gireceklerden haberi yok. Yani yaxshi, ana 2 bilan 3 orasida sizcha yaqinlik bor. Bu hech emas. Siz xohlagan kompyuterning tomogrammasiga tushing. Men garantiya beraman, sizda hech qanaqa girija yo'q. Lekin ona o'g'rilar mana ma'da turtib bitta to'shkasi qolib, men mana shu yerga hech uğraşganda to'y qayga ketganini aytaman. Qayga ketdi? Ha? Tomonga bordim, bormadim. Bu yoqda nihoyatda chiroyli mana. Barakalla. Malades, bu siz anaqa nimaga qatnamaysizmi? Nima deydi? Sportni to'garalar nima deydi? Zal. Bundan keyin bo'lmay qo'ydi. Qani qoldingiz? Bu kishinin nihoyatda nimalar joyida ekan. Xuddi sportmenlarga o'xshaydigan, barakalla. Bo'sh qo'yman. Hali qonuniyatlarga, ta'riflarga berildi, silvar mushkuli deganlar qattiq edi. Hozir ular yumshadi. Material qilib tishda bo'ladigan bo'lib qoldi. Endi yana ko'ramiz. Hali jitta bo'lsa ham og'irlikmi, og'rib boshlagan narsa sezilib, hozir yengil o'qiganini sezdingizmi? Qanaqa bo'ldi? Yengil, mutamana haqi bo'ldimi? Ko'pchilik og'irlik bo'ladi. Hozirgi nimadan keyin yo'q bo'lib qoladi. Nalarim uje qo'yib yuborishni boshladi. Ikki qo'lni oldiga olasiz. Undaymi? Ha, unda steka qilaring, qanaqa deb qo'yib. Va ana. Hozir mana bunga qaraysiz. Mana qilib oyoqni ko'tarib bittasi. Men pastga bosaman, siz tepaga qilasiz. Qanaqasiz? Tazni yarmini qo'shib berib. Yaxshi ko'taring. Berishga olishyaptimi yo'qmi? Yo'q. Barakalla. Endi bunisini. Yo'q, bormi yo'qmi? Yo'q. Barakalla. Ana berish vaqti o'rtagan. Hozir endi o'rtada 3 ta barmog'im ushlari keladigan vaqtda nimani uzib bor. Aslida bitta qo'shib qo'yaman. Bo'ldi. Endi nariga o'tirasiz. O'tiring. Ayağı sangillatib o'zingizga qarab o'tirasiz. Tak. Siz to'sqo'yapsizmi? Hop. Şimdi ters üstüne qo'lingizni oshiring bir-biriga. Cho'laganingiz. Hop, barakalla. Mana haligi qishini sekin o pastdan chiqqanligingiz uchun o'zgarish bo'lyapti. Lekin jicha qurollarga anaqa zarbalar qilinib qoladi. Bittasiga e'tibor bermang, sal pastga turib, bo'ldi, barakalla. Mana kishilizmesiga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, sizlarga ekan ayt, ko'ring. Barakalla mana tekis bo'lib qoldi mana.
Tak, 10 tomonga favorlik qilaylikki, bosh bilan boshni o'zi bilan. Hech qanaqa tochka, sizni o'rigan narsa, tortgan narsa bormi-yo'qmi? Ya yengilmi? En chap tarafga qarang. Hamma joydami? Bitta kamchilik bo'lsa ayting. Endi sekin tushamiz. Xo'p, menga qarab turingchi, jadidimni iyagini mana shu yopishib turib, ayna qilganingizda, o'g'lar sangillar, to'shimlaydi, pishiraman. Beriz ichkariga kirib, qonni jeb ichkariga kirgan sezdingizmi? Kacho deydimi o'rtasiga? Anaqa bo'lib yalang bo'lib yurasizlar. Yuring. Barakalloh. O'zgarish bor yo'ligida aslan bor sizga kerak emas bizga. Nima sezdingiz? Yengillik. Yengillik. Sizni o'zi hamma joyda ekan, hech haligi o'zingizga e'tibor berganligingiz uchun harakat qilibsiz. Xudo xolasa bu yoqqa hech kimga esiz tushmaydigan bir chiroyli bo'lib. Hurmatli kuzatuvchilar, mana gamiz qilingan yengilliklarni sezganligini aytdi. O'zi sportning jilosolajini armani zamonasi qilib yurgan zamonlardan o'zgarishlar xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha darslarni o'rgatib qo'yamiz. Xo'p, podpiska qilinglar. Anaqa nima deydi? Like bosinglar, kommentariy. Shart yozinglar albatta. Chunki mana qilingan ishlar baraka topsin, mana shu qilgan odam ham, bu odam ham deyish kerak-da. Haligiga qarab, turgan ko'paysa, bizning klientlarimiz arashib, yoqa-yoqa ketib qolmasdan to'g'ri kela oladi. Bo'lib qoladi.